Narxiga keladigan bo'lsak, 1800 so'm qilib beramiz aka buni. 1800 so'mdan. 1800 so'm. Yoppasiga. Yoppasiga. Avatardan tashqari. Avatardan tashqari. Hozir shuni aytmasak agar avatarni ham boshingizda ortishadi-mi, lekin 1800 dan berasan. Shuning uchun vaqt aytib qo'yganimiz yaxshi. Avatardan tashqari aziz obunachilar, mahalliy navlarimiz 1800 so'mdan. Shaftolini Big Ben navi bor. Amerikanskisi bor, Vimis bor. Keyin anjir Ufa navi bor. Shunda farq qiladi. Shunaqasini aytayapmiz biz. U 15 mingga ham gelos bor, 10 mingga ham gelos bor. Chiroyli narx bo'ldi o'zi aka. Yana jicha tushib bering. 1600 qilib beramiz. 1600. 1600. Yil oxirigacha. Yil oxirigacha. Bargini qarang. Bunisida mana qizil, bunisi sariq. Bunisi sariq bo'lib turibdi. Mana bu sorti ertanchi birinchi Rubitsa navi. Bu Vanderkot deyiladi bu. Buni hamma gap buni 5000, 10 ming pulida emas aka. Aytgan ko'chatda aytgan sorti chiqishida. Chiqishi, to'g'ri. Yoshligimizda toldi barglarini, mana shunaqangi qizil mevali ko'chatlarimizni barglarini bunday sidirsa atirgul bo'lib qolardi, buket bo'lib qolardi. Qaranglar, qanaqangi chiroyli bo'lyapti. Buni yaqinroqdan bir ko'rsatay mana. Tabiat mo'jizasida qaranglar, qizil barglari bilan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Biz yana Samarqand viloyatidamiz. Ko'rib turgan gilos ko'chatlarimiz nihoyatda baquvvat, bo'ylarini ko'ryapsizlar, odam bo'yidan baland holatda turibdi. Samarqand giloslari O'zbekiston bo'yicha o'zi dong'i tarqatgan, o'ziga yarasha sifati, o'ziga yarasha bozor suyarligi zo'r. Hozirda bu yerda 5-6 xildan tashqari juda ko'p turdagi giloslarimizning navlari bor. Buni hozir bog'bonimiz Komil akamiz bilan alohida suhbatlashamiz. Bu yerda qanaqa navlar bor va bundan tashqari mana bu tomonda Pink Lady olmalarimiz. Pink Lady'ni ham juda chiroyli holatda olmalarimizni ko'chati, bundan tashqari gilos va asosiysi bu yerda o'riklarimiz ham eng zo'r o'rik ko'chatlari, o'rik navlarini sizlarga taqdim etamiz. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, Umiduz kanalidan chiqdim deylar, narxlar sizlar o'ylagandan ham arzonroq bo'ladi. Hozir narxlarni eshitadigan bo'lsalaringiz, Komil akam o'zlaridan hozir eshitasizlar. Voy, shunaqa ham narx bo'ladimi? Palonchisi bunaqa sotyapti, palon bog'bon bunaqa sotyapti. Mana bo'lar ekan-ku, xalqni o'ylab narx chiqaradigan bog'bonlar bor ekan-ku deb o'rasizlar. Shuning uchun video davomidan yiroqlashmasdan videolarimizni kuzatib qolinglar. Sog' bo'linglar. Aziz obunachilar, qaranglar, mana 7 gektar yer maydonida har xil turdagi mevali ko'chatlarimiz mavjud va o'sha eng muhimi hozirgi kunda mana Pink Lady olmalarimiz juda chiroyli holatda bo'lyapti. Buni ko'p insonlar axtaryapti va ekyapti, katta bog'lar qilyapti. Bundan tashqari Samarqandning giloslari. Hozir giloslarimizning navlari haqida to'liqroq Komil akamiz bilan suhbatlashamiz.